Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umid aka, yaxshimisiz? Ha, Nega kech qoldingiz? tinchlikmi? Nega yig'layapsan? Ertalabdan chaqiryapsan. Umid aka, tamom bo'ldik. E, Endi nima qilaman? Sharmanda bo'ldim. tushuntiribroq gapir. Nima bo'ldi o'zi? Gapirasanmi? Umid aka, endi nima qilamiz? O'y, baraka topkur, nima qilamiz? Aytgin menga ochuvro. Biz nima desam ekan haligi biz farzandli bo'lamiz. Farzandli bo'lamiz? Ha, eshitganingiz, farzandli bo'lamiz. Qornimda 3 oylik bolam bor. Ey, menga qara. Hazillashmagin men bilan, bu yaxshi hazil emas. Qanaqa hazil? Hazillashayotganga o'xshayapmanmi? Kecha mazam bo'lmagandi. Poliklinikaga chiqdim. Tekshirtirib ko'rdim. Qornimda 3 oylik bola bor. Ey, qo'ygin, yig'layvermagin, vahima qilurmagin. Biror bir chorasini toparmiz endi. Bilmadim. Topaylik bo'lmasa chorasini. Bo'pti, yur. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Rahmat. Nima gap? Tinchlikmi? Tinchlik. Haligi Bu qiz kim? yuradigan qizim. Hmm. Azginim bilan Ha. Ish ko'paytirganga o'xshaysizlar. Shunaqami? shunga opajon. Aytishadi-ku. Boshingga musibat tushsa, yaqinlaring yoniga bor. Shunga sizga ishonaman. Bu gap faqat oramizda qolsin. Yordam beraverasiz opa. Mayli. Meni bitta tanishim bor. Mhm. Undan iltimos qilib ko'ramiz. Oldin qizni tekshirib ko'rsin-chi, keyin aniq bo'ladi. Yur, qiz olib kir. Opajon, o'yingizdan qolar gap yo'q. Har holda bu haqida mana buni olib qo'ying opajon. Bilasiz-ku, do'st bor, dushman bor. Oramizda qolgani yaxshi. Ay. Mayli. O'zingiz yaxshi tushunasiz-ku opajon. Ukangizga yordam berasiz endi. Men gaplashib ko'raychi. Aha. Biror bir hech kim yo'q joy topar. Xo'p. Kechgacha telefonimni kutgin. Rahmat opajon. O'zim xabarini beraman. Xo'p. Menga qara. Shu bola tug'ilsa yaxshimikan? Uydagilarga nima deymiz? Tug'ilsa yaxshi bo'larmidi deyman-da. Har holda o'zimiz ham bolamiz. Xayolingizga ham keltirmang. Men nima degan odam bo'laman? Buni oldinroq o'ylash kerak edi. Nimani? Nimani bo'lardi? Ota-onamni ko'ndirib to'y qilishni-da. Sana ota-onang sana menga bermagan bo'lsa, ayb mendami? O'zing ko'rding. Ona majburlab bo'lsa ham 2 marta jo'natdim. Atigi 2 martami? Keyin oyingiz meni yoqtirmasliklarini juda yaxshi bilaman. Boshidanoq sezgandim. Buni o'zimga ham aytgan.
Xo'sh, sana ota-onangchi? Baribir bu yigitga bermayman degan kim? Yoki yolg'on gapiryapmanmi? Shu sabab yashirincha nikohdan o'tganmiz. Xo'p, siz oppoqsiz. Hammasiga men bilan ota-onam sababchi. To'xtab tur. Labi, Jamila eshitaman. Umid, meni yaxshilab esh. Telefoningga bitta manzil tashlab qo'yaman. O'sha manzilga borasizlar. Faqat kechasi boringlar. Doktorning ismi Surayyo. Xo'p bo'ladi. Keyin doktorni rozi qilish esingdan chiqmasin, xo'p? Xo'p bo'ladi. Albatta rozi qilaman. Mayli. Kechroq bo'lar ekanmiz. Ungacha nima qilamiz? Bilmadim. Bo'pti, yur, seni bir joyga boraman. Qayoqqa? Borganda bilasan. Kel shu yoqqa. Xo'sh, Zilola, mana sen yoqtiradigan joy. Nima yeysan? Bu joy yoqmayapti menga. Nega? O'zing yoqtiradigan joy edi-ku bu. Tinchlikmi? Mazang yaxshimi? Iltimos, bu yerdan ketaylik. Nega? Yaxshimisan? Ey! Zilola! Bir tarafdan bolang bo'lgani ham yaxshi. To'g'ri aytasiz. Bola baribir hayotning mazmuni. Bolang bo'lgani yaxshi. To'g'ri-ku, lekin bu degani bolani tug'asan degani emas. Bizda qaror qilib bo'lganmiz. Hozirgina bola bo'lgani yaxshi deyatuvdingiz-ku. To'g'ri. Sanchi? O'zing yaqinda. Bizni bola ko'rmaymiz. Agar tug'adigan bo'lsang sharmanda bo'laman degan kim? Zilola. Qarorimiz qat'iy. Orqaga yo'l yo'q. Tushunarlimi? Bilmadim. Aytgancha, vaqt ham allamahal bo'lib qopti. Boradigan joyimizni ham manzili uzoq. Tez harakat qilaylik, tezlash. Xo'p. Tezlash. Namuncha qo'rqinchli? Rostdan shu yermi? Ha, mana shu uy. Sen o'tirib tur. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Men haligi Jamila opa aytgan odamman. Ha, bo'ldi. Qani qiz? Mashinada. Chaqiring. Ke. Haligi bu xizmat haqqingiz. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani yuring. Yuring tez. Siz mashinada o'tirib turing. Aha, hop. Iltimos, hech kim ko'ziga ko'rmang, xo'p? Hop. Voy, buncha sudralasiz. Tez yuring, tomosha qiladigan narsa yo'q. Hoy qiz, nima qilib turibsiz? Kiring tez.
bo'ling, yura qoling. Voy, namuncha qo'rqmasangiz yuring deyapman. Qani sekin chiqing, yuring. Chiqoring sekin. Qani? Voy, Sinam. O'zingizni qo'lga oling, qo'y qiz. Menga qarang, hammasi yaxshi. Eshityapsizmi? O'zingizni qo'lga oling. Hammasi o'tib ketadi. Muncha qo'rqoq bo'lmasangiz, a? Voy, Xudoyim-ey. Yura qoling. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Qani? Chiqdik. Menga qarang, o'zingizni qo'lga oling. Oppo. Ana, chiqdik. Yuring. Sekin. Hammasi yaxshi. Keling bu yoqqa. Voy, chiqa qoling. Zilola yaxshimisan? Ha, yaxshi, hammasi yaxshi. O'zi rosa qo'rqoq boqmachi ekanlar. Qilar ishni qilib olasizlar-da, keyin qo'rqib o'tirasizlar. Bo'ldi, tez ketinglar. Hop. Opa, yaxshimi? Bo'ldi, ketinglar tezroq. Hop. Ke o'tir. Mani xavotirga qo'yma. Yaxshimisan? Yoki shifoxonaga olib boraymi? Yo'q. Gapir bo'lmasa, nima qilay? Meni uyimga olib borib qo'ying. Uyda yotgim kelyapti. Bu ahvolda qanaqa uyga kirasan? Bilib qolishsa-chi? Bilishmaydi. Mazam bo'lmayapti deyman. Yo, bunaqasi ketmaydi, shifoxonaga boramiz. Yo'q dedim-u, uyga boraman. Uyga borib qo'ya qoling. Juda qaysarsan-de. Mayli. Ozroq qiynalasan? Muhimi muammodan qutuldik. Bo'pti, uyingga borib qo'yaman. Umid aka, Ha? shu yerda to'xtating. Xos. Nega uyini oldida tushsan? Yo'q. U bu kim ko'rib qoladi. O'zim boraman. To'xtating. Hop. Bo'lmasam mashinasi borib qo'yaman. Yo'q dedim. Sizga ko'rib qolishadi deyapman. Siz xavotir olmang, o'zim yetib olaman. Menga qara. Faqat telefonni o'chirma, xo'pmi?
oyijon. Voy. Qizim. Zilola, senga nima bo'ldi? Voy bolam, nima bo'ldi? Qani, tur o'rningdan. Nimagadir boshim aylanib ketdi. Qani, yuroqqa. Tez yordam chaqiraymi? Yo, doktorga olib boraymi, bolam? Yo'q. Ozgina och qolgandim. Voy, tavba qildim-ey. Ovqat yeb yursang bo'lmaydimi, a? Qani, yuroqqa. Darsim. Yech oyoq kiyimingni. Darsim ko'p edi, ulgurmadim. Voy, tavba qildim-ey, nimaga ulgurmaysan, a? Qani, yur ichkariga. Yuroqqa. Hammada ham shunaqa bo'ladi-ku. Ish qilib hammasi yaxshiligi bo'lsin. Manimcha, qulog'imga eshitilyapti. O'zingga kel. Zilola, qizim. Mana bu dorini ichib ol. Tinchlantiradi. Keyin yaxshi uxlaysan. Oyijon, men yaxshiman. Dori ichmayman. Ichasan. Aytyapman-ku, tinchlantiradi. Ertaga kelamiz. Doktorga boramiz. Doktorga borish shart emas, oyijon. Hammasi yaxshi deyapman-ku. Hammasi yaxshi bo'lsa, nega rangingda rang yo'q? Aytdim-ku. Qornim ochidi deb. Shunga boshim aylandi. Mayli, erta bo'lsin-chi. Keyin bir gap bo'lar. Agar o'zingni yomon his qilsang, darrov meni chaqir. Qani, Xo'p. yotib uxla. Bo'loq. Ey xudoyim-ey. Oyi. 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 Bu menman. Dada. Turing. Men keldim. Dada.
Shukurdim. Yon kim? Ey Xudoyim. Nimalar bo'lyapti menga? Oyi, qo'rqmang. Bu menman. Oyi, qo'rqmang. Qo'rqmang, bu menman. O'g'lingizman. Oyi, nimaga qo'rqyapsiz? Qo'rqmang, o'g'lingizman. Senga nima bo'ldi? Senga nima bo'ldi deyapman. Nima bo'ldi jonim? Nima bo'ldi bolajon? Nega yig'layapsan? Gapir. Gapir bola. Gapir bolajonim. Nima bo'ldi bola? Bo'ldi. O'zingni qo'lga ol. Jon bo'ldim. Hozir dadangni chaqiraman. Yo'q, oyi. Chaqirmang. Nega? Hammasi yaxshi. Faqat dadamni chaqirmang. Xo'p bolam, xo'p chaqirmayman. Sen o'zingni bos. Yomon tush ko'rdingmi? Menimcha yomon tush ko'rdim. Bo'ldi bolam, bo'ldi. Mana bu suvni ichib ol. Ich bolam. Ich. Shoshilma. Bo'ldi bolam. Bo'ldi. Zilola, ertalab seni doktorga olib boraman, xo'pmi? Keyingi paytlarda juda ham o'zgarib qolgansan. Seni taniy olmay qolyapman. Bo'ldi. O'zingni qo'lga ol. Bo'ldi, yig'lama. Erta bo'lsin hammasi yaxshi bo'ladi. Qani, yot. Boshingni balandroq qilib yotgin. Yot o'qi. Yot o'qi bolam. Senga nima bo'ldi bolam? Bo'ldi bolajonim. Bo'ldi. Ey Xudoyim. Dada, bu menman. Eshityapsizmi? Kim? O'g'lingizman. Dada, oching. Kim? Dada, Kim? oching. Qazlashma kim bu? Ko'cha juda ham sovuq ekan. Dada, eshikni oching. Qo'rqib ketyapman. Oching. Ocha qo'ling. Kimsan? Dada, Qazlashma. oching. O'g'lingizman. Dada, eshikni oching. U yer qorong'i ekan. Dada, eshikni oching. Dada, oching, dada. Oyi, Oyijon, oyi, men bu yerdaman. Oyi, meni ko'rmayapsizmi? Oyi, men bu yerdaman.
Oyi, bu menman. Bolangiz. Sizdan bir narsa so'rayman. Meni aybim nima? Meni gunohim nima? Shu savollarimga javob bering. Javob bering, oyijon. Oyijon. Sizni javobingizni eshitishga keldim. Javob bering, oyijon. Ertagacha ayblarimni sanab qo'ying. Tushundingizmi? Gunohlarimni sanab qo'ying. Dada, qo'rqyapsizmi? Qo'rqmang. Sizga zarar yetkazmayman. Chunki bolangizman. Sizga zarar yetishini xohlamayman. Lekin siz nega menga zarar yetishini xohladingiz? Shuni bilmoqchiman. Odam degan bolasiga ham zarar yetkazadimi? Sizni hech qachon kechirmayman. Eshityapsizmi? Kechirmayman. Zilola. Zilola. Qayerga ketdi ekan? Menga aytmasdan ketmasdi-yu. Doktorga olib bormoqchi edim-ku. Oy. Bu qizga nima bo'ldi-ya? Keyingi paytda o'z qizimni tanay olmay qolyapman. Voy. Oyi. 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 Qayerga ketyapsiz? Oyi. Oyi. Oyijon. Oyi. 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 Nega telefonni ko'tarmaydi bu qizi? Oh, tavba qildim. Onam xavotir oladi deb ham o'ylamaydi-ya. Sen hiç javob bermayapsan.
Zilola. Hey! Hey! Zilola, tinchlikmi? Hey! Ko'zingni och. Yur, doktorga boraman. Zilola. Tur. Tur. O'zing ke. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Doktor. Zilolani ahvoli qalay? Yaxshimi? Siz bemorga kim bo'lasiz? Men uni eraman. Yaxshi. Vahima qiladigan hech narsa bo'lmagan. Xudoga shukr. Lekin bemor qattiq stressda. Sog'ayib ketishi ko'proq o'ziga bog'liq. Tushunarli. Oldiga kirsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Faqat asabiylashmasin. Rahmat sizga. Ehtiyot qiling. Xo'p. Alo, Zilola. Oyi, Nega telefoningni ko'tarmaysan? boydan beri telefon qilyapsiz. Bilaman-da. Sizga aytdim-ku, o'qishdaman. Hozir olyapman, qizim. Bo'pti, bugun kechroq boraman. Bo'pti, qizim, kutaman. Zilola. Lekin meni juda ham yomon qo'rqitding. Kechasi bilan men ham qo'rqib chiqdim. Ishonasizmi? Bolam bilan gaplashdim. Bola bilan gaplashding? Men ham gaplashdim. Menimcha endi bizani tinch qo'ymaydi. O'zi shu ishni bekor qildi-de. Qaysi ishi? Shu haligi bolani bekor oldirdikmi deyman-de. Bolani oldirganim yo'q. Nima? Oldirib chiqding-ku? Oldirmasdan chiqdim. Anavi doktor opani xonasiga kirishim bilan qo'rqib mazam qochib qoldi. Doktor opani ham qo'lidan hech narsa kelmadi. Meni o'zimga keltirish bilan ovora bo'lib qoldilar. O'zimga kelib, ketamanga tushib oldim. Nega unaqa qaraysiz? Yo'q. Sen chiqqaningdan keyin mashinada mazam bo'lmadi-ku. Qo'rqqanimdan mazam qochdi deb. Agar oldirganimda shu kechani o'zidan chiqmasdim. Vijdon azobida qiynalib. Yo'q. Nimaga mashina menga oldinroq yetmading? Siz so'radingizmi? Siz so'ramaganingiz uchun aytmadim. Allohim o'zingga shukr. Menga qara. Demak farzandli bo'lamiz-a? Albatta. Ikkimiz gunoh qildik. Ota-onamizga yetmasdan turmush qurdik. Bunda bolaning aybi yo'q. Endi boshqa gunoh qilmaymiz. Endi hech kimdan qo'rqmaymiz. Mana endi uydiligiga yetamiz. To'g'rimi? Menimcha ham shunaqa qilamiz. To'g'ri aytding onasi. Onasi demang. Xo'p bo'ladi. Onasi? Yana onasi deysiz.
Endi bolamiz bo'lgandan keyin sana onasi deyman de, sen ham qiziqsan ha? Shunaqami onasi? Ey, yuragimni yording onasi.